Azizlar, har bir ishingizda o'zini natijasi bo'ladi. Mana bugun biz o'sha ishimizni natijasini ko'rib turibmiz. Mana yonimda o'tirgan bemorim hojidan bugun meni ko'rgani kelibdi. Qo'limiz sovg'alarni olib. Sizlarga majlisani berib, Bo'ldi, aytganingiz kelsin. Bizni oldimizga nima maqsadda keldingiz? men duo qilib qo'ygani keldim. Salomat bo'ling. Ilohim o'zingiz dardni uchun qo'lingiz dard ko'rmasin. Yengilman bo'ldi. Только quvvat bersin. Bo'ldi. Yengilman, juda yaxshi. Sizda qanaqa operatsiya qiluvdingiz? Shu nimalar bo'lgan lekin mana nimani olgan girizani o'sib ketganda mayka yoshligida tachaq tekkan edi. Yurib bayka tushib ketdi. Hozir shunday tuxum deydi. Qanaqa ojiz bilmayman. Yaxshimisiz hozir? Onlar yaxshi. Bizga nima sovg'a olib keldingiz? Endi sizlarga duo qilib qo'ygani keldim. Ishingiz tan joni sog' bo'lsin. Ekstra deganga nom tushmasin, yomon dog. Duo qilib bering. Hammalaringiz tan joylaringiz sog' bo'lsin. Xonadonlaring obod bo'lsin. Baxtli saodatli bo'lsin. O'g'il qizlaring aql solih bo'lsin. O'zlaringga o'xshay olsin. Davlatlaringiz joyda bo'lsin, tan joylaringiz sog' bo'lsin. Alloh